Savdolar bo'layotgan joylardan shöyle. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlar, Egamberdi uz kanali obunachilar 2026-yil 7-yil sanasiga Andijon Sharxon Xollama Shuza bozoriga kelamiz. Shöyle. Buqanalar bilan tanishamiz. 41 million savdosi bo'lyapti. Mental buqamiz. Shöyle. Zotki ishqibozlar bo'lsa, mana. Telefon nomerini olib beraman, aloqaga chiqarasiz, xudo xolasa. Üstüge çıkkanda tanımaydı deyapti. Üstüge emas mana ekan. Bo'ylari shu 140 km berdi o'ynaradi, xudo xolasa. Buqamiz yaxshi. Oraga telefon nomeri bormi? Ha. Ayting. 90 201 281 ga aloqaga chiqarasiz. Qiziqqanlar haqiqiy ishqibozi bo'lsa, zotga naslga boqaman degan bo'lsa. Ha. Mana. Aloqaga chiqarasiz, xudo xolasa. Baragasini bersin shu. Ketdi mana. Mamnunsiz. Quyoshda yaltalab turishganlar. Necha pul yomon aka bu? 35 million. Bozor qancha bordi? Ha, 35 million baho aytilyapti, kamini so'rashyapti men. Ana shöyle. Bo'ylari shu 130 plyusda. 35 dan berdi o'ynab kelib chiqaradigan xonalarda. Mana buqamiz qarang. 35 million baho aytilyapti. Zo'r. Baragasini bersin aka. Ketdiman. Tarozi. Qani tarozi chiqadi buqamiz. Video qadri taxmin qilib yozinglar, shöyle. Mana 543 kilo chiqibdi. Voy, sigirdi qayli. Tarozi chiqdi. Nech puldan baraka bo'ldi aka? Baraka bo'lgan. Baraka bo'ldi. Mana, Baxt qaraymi? Nechta suti bor ekan aka buni? Bor aka? Nechta suti bor? Yo'q aka. Qancha suti bor? Suti yo'q aka, yelini aynib qo'ying. Ya. Masitiga suti yo'q ekan. Nech kilo chiqdi? Ashnaqa ekan xullas. Aytilmas ekan. Yaxshi. Like. Baragasini ketdik. Mana shöyle. Kichikroqni so'raganlar. Turist qarang. Necha pul baho aytyapsizlar aka bunga? 35 million baho aytilayotgan. Bozor qancha chiqdi? 28,5 million so'rabdi. Shöyle. 35 million baho aytilayotgan. Bo'ylari 125-30 dan berdi o'ynaydigan xonalarda. Buqani zo'ridan shöyle. Yaxshi. Baragasini bersin. 41 so'radingizmi shu? 42 ga chiqdi, ana berilmayapti shöyle. 42 ming. Yaxshi, mana. Shvetsdan boqaman degan ukalarimiz bo'lsa mana. Joniso turdi qaranglar. Shvetsda original. Necha pul ekan shu? 44 deyaptilar. 44 million baho aytilyapti ekan. Ukalar bo'ylari 135-40 dan berdi o'ynab ko'raveradigan xonalardan. Shvetsda yomonidan. Shöyle turdi qaranglar. Joniso bo'yi. Bozor qancha so'radi aka? 38. Ayttamanda 38 million qilishibdi, berilmabdi. Shöyle xudo xolasa usti yurgani beriladi. Inshaalloh. Ular Shvets, вообще yaxshi. Qiziqarli telefon nomer qo'yib beraylikmi aka? Telefon nomer qo'yib beraylik. Baragasimiz. Ketdi davom etamiz shöyle. Ya jonim so'yib, mamnun turishni qaranglar. Muqorasi, muoqa shöyle. Jonim so'yiblar, вообще yaxshi-ku. Bellar pachka. Ustoz kimdan ekanman u? Bular egasi yo'q ekan xullas. Davom etamiz. Ustoz shetdalar. Prямо bosyapti. Taniganlar laylar bosib turasizlar. Tilloz. Mana. Qarang. Galishni prezident omonlar. Instrumentalaga. Ma'lum, galishni prezident. Dahshat variant. Tepalik. Sotilyaptimi aka bu? Baraka bo'ldimi? Bana
Jomoni. Nechta so'rayapsiz aka bunga? Endi olib keldim. Salom. Nech puldan aytyapsizlar bular aka? Bular 50 dan aytyapti. To'rttami yo ikkalasimi? 3 ta. Bitta, ikkita, uchta, ha? Mana. 50 dan bo'xatilyapti ekan. 50 dan deyapti. Bo'ylari shu 150. Kilosi 100 ko'rinadi xudo xolasa. O'ta yirik buqalar. Naslga zotga olaman deganga vahshiy zo'r aytaveradi. Dahshat, yondan ham ko'rsataylik. Qani? Turuvdi qalla. Ma. Joning sog' bo'lgan. Zo'r turib beradi. Mana shunaqa tozasidan boqaman degan akalar telefon nomerini olib qo'yaman, xudo xolasa savdolashaverasiz inshaalloh. Aka telefon nomeri ayting. 91 106 88 55 ga aloqaga chiqaverasizlar, shularmi? Haqiqiy ishga hozir bo'lsa galishdan prizlayman. Yomonlar. Telefon olasiz. Ustidan ham qo'yaver. Barayasimi bersin? Nech pul ekan aka bu? Qancha bu aytyapsiz? 40 million bo'xatilar. Bo'ylari shu 1 plus minus o'rnaladigan xonalarni. Sigirimiz o'tib olsin. Buni orqasidan qachishga deydi-yu. Joning sog'. Dahshatlar. Bozor qancha bordi aka? Aytaman. 64 mingdan so'rayapti. 64 mingdan tarozi so'rashyapti. Mana shu. 64 ming so'mdan tarozi so'ralayotgan berilmayapti. Shves faradi bu. Zo'r, vahshiy dahshat. Baragasini bersin aka. Sog' bo'ling. Baylanyapti. Dahshat. Mana qarang. Shves yomonlari chiqdi. Ko'lam qolib turishini. Egasi bor ekan mash gigantda. Nech pul ekan? O'yizdanmi aka? Nech pul aytyapsiz? Uzr. 65 million bu aytyapsiz. Nech pul qilishdi? Aytdilar. Kichigini 45 million beradi. Kichigini 45 desam. Tarozi so'rashmadimi? 65 ming. Tarozi 65 mingdan so'rashdi. Shveysariyada bu qamiz bo'ylari shu 55 60 ta 11 da o'ynaveradi akalar. Bu qamlarlar vahshiy. Ko'rsatayman sizga. Bular vahshiy yomonlar endi. Baragasini bersan aka, ketdik davom etamiz akalar. Ustoz adish olyaptilar. Ketdi. Nech pul ekan bu gigant aka? 65 million bo'xatilyapti akalar. Bu qan qaranglar, yomon ekan ko'rsatayman. Haqiqiy. Bo'ylari necha tortadi aka? 1.65. 1.60 plus minus ko'rinadi xudo xolasa. Bu qani yomoni. Haqiqat ekan akalar. Yiriligini qaranglar, buni ko'rsatayman. Bozor so'radimi? Har xil so'rashadi. Nech pul so'rashdi? Aytaman. 50 ga bermadingiz. Aytamanda uyda 50 millionga berilmabdi akalar. 50 da usta xudo xolasa aloqaga chiqaveradi. Telefon nomeri bormi aka? Ayting. 90 760 nechi? 79.98 ga aloqaga chiqaverasiz akalar. Bu qani yomon shular. Baragasini bersin. Fon haqiqatda. Fon bor akalar. Yomon chiqdi. Ko'rsatayman. Bu ham yomon. Ukamiz ham yomon. Nech pul bo'ldi oshtoqa? Qancha so'rayapsizlar unga? 25 million bo'xatilyapti. Yaxshi. Mana ko'ring, yomon muqayona keldi. Turdi qal. Joning sog' bo'lsin. Yigan. Bo'ylab 40 plyusimiz o'ynaradi xudo xolasa. Qancha bo'xatyapsizlar? 50 million bo'xatilyapti ekan. Turdi qal. Joning sog' bo'lsin. Prosta va degan joylardan akalar. Bozor so'radimi? Qancha qildi?
41 million Xitoy. Shular 41 ustida xudo xolasa aloqa chiqib ko'rasiz. Telefon nomer nechi? 95lik 623 14 ga aloqa chiqib ko'rasiz xudo xolasa. Shularmi? Dahshat. Lakti bos ketilar. Barakasi mensin. 2026-yil 7-yil sanasi Andijon Sharqon Xoldama Shubza bozoriga keldik. Shular. Xudo xolasa bu qanaqalar bilan tanishdik qisqacha. Videomiz yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, ekranga like bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchaga rahmat.